yoshimiz shu bankni hududida qilib o'tkazishimiz kerak. Bu hozir bugungi kunda jismoniy hamda yuridik shaxslarga mana shu tadbirkorlik qilish uchun, tadbirkorlik faoliyatini o'shani kengaytirish uchun bir qancha sharoitlar yaratib berilgan. Bular bo'yicha qisqacha sizlarga tushuntirib beraman. Agar kredit olmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu yuridik shaxslarga prezidentda 312-qaror chiqqan. O'sha qaror bo'yicha 300 milliongacha kredit ajratilyapti bugungi kunda. 100 million so'mni zalogsiz sug'urta qilinadi. Bundan ziyodiga 200 millioniga likvidli mol-mulk garov qo'yiladi. O'sha tadbirkorlik faoliyatini agar boshlagan yoki tadbirkorlik faoliyatini kengaytiradigan fuqarolar olsa bo'ladi o'sha kreditni. Bundan tashqari jismoniy shaxslarga 7 qaror bo'yicha ajratilyapti. Bu biznesga birinchi qadam dasturi doirasida bu 17 milliongacha beriladi. Bundan tashqari mahalla loyihasiga 50 milliongacha beriladi. Bu ishsiz fuqarolarga beriladi. O'zini o'zi band qiladagi keyin o'sha kredit oladi. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik kredit dasturi bor. Oilaviy tadbirkorlik o'zini biladi. Hozirgi kunda shu ishsiz fuqarolarga beriladi ham shu tadbirkorlik qilish uchun maqsadni kredit. Bu ham 50 milliongacha ajratiladi. Hozir bugungi kunda masalan restoranda turgan fuqarolarga foizsiz ajratilyapti. Kafolatli jamoat mas'ulini qoplab beradi foizini. O'sha kreditlarimiz bugungi kunda mavjud. Kim agar qiziqtirgan bir savollari bo'lsa, o'sha kredit olish bo'yicha biror bir masalalar yechilmaydigan bo'lsa, murojaat qilsalaringiz shu tadbirlarimiz joyi qonuniy. Kimda bir savollar bor? Bemalol. Siz 100 million kredit beramiz dedingiz, shu garovga bersizmi? Garovsiz. 100 milliongacha garovsiz. 300 milliongacha faqatgina yuridik shaxslarga beriladi. Yuridik shaxslarga bu oldin oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib turib, o'shani agar yopgan bo'lsangiz, ijobiy yopgan bo'lsangiz, kredit tarifingiz toza bo'lsa, yaxshisi ochasiz, sizga 300 milliongacha qilib beramiz. 100 million so'm garovsiz, 100 milliondan ziyod 200 millionga garov beramiz. Keyin yagona darajada mana chiqarib bandlik qilamiz dedik-ku. Bu jismoniy 50 million. Unga 50 million so'm beramiz. Faqat yagona darajada shu bandlik ochib, bu yerga qanaqa hujjatlar olib kelishga? Ariza yuborasiz. O'zingiz oila kredit platformasi orqali ariza yuborasiz. O'zingizning elektron ключingiz orqali. Keyin u hokim yordamchisi bo'linadi, hokim yordamchisi imzolab bankka o'tkazadi. Bankda o'zimiz kelishuvlarni imzolab chiqaramiz.